Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar va chorva mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan Nobotdagi yangi partiyadagi novvoslarimiz hurmatli aka-ukalar soni 23 bosh xudo xolasa narx-navolar juda ham yengil xudo xolasa imkon qadar harakat qilamiz yo'lda qilib chiroyli qo'yib berishga. Hurmatli aka-ukalar, deyarli hammasi yangi partiyadagi novvoslarimizdan narx-navolar imkon qadar harakat qilamiz, yengilgina chiroyli qilib qo'yib berib yuborishga harakat qilamiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, qisqacha o'tib qaytaveramiz. Bo'lsa, eng arzon narx-navosi hurmatli aka-ukalar, bularning ichida 13.300 ming so'mdan eng arzon narx-navosi. Kelasizlar, yoqqanini tanlab ketaman deydigan aka-ukalarimizga undan ham bir dona bor, 16 million so'm bir dona bor. Qolganlari narx-navosi arzon. Mana shu chekkadagi o'sha quloqda sirg'asi bor navosi 16 million so'm bo'ladigan realniy narx-navosi. Juda ham yirik navos. Xullas, qolganlarni kelasizlar tanlab yoqqanini olaman deydigan aka-ukarimizga o'sha 16 milliondan tashqari 14 million 500 ming so'm yoqqanini tanlab ketaverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, qolganlarini yoqqanini tanlab ketaverasizlar. 14 million 500 ming so'mdan. 23 boshni bir joyga hammasini bir qo'ra qilib olaman deydigan aka-ukalarimizga xudo xolasa bir joyga bo'ladigan bo'lsa 13 million 950 emas 850 ming so'mdan 13 million 850 ming so'mdan hurmatli aka-ukalar bo'ladigan realni oxirgi narx-navosi. Birortasini biror joyda aybi, nuqsoni yo'q hurmatli aka-ukalar. Yana kelganda bir qator ko'rib, tekshirib, xudo xolasa pul sanaysizlar. Hammasi bir joyga 13 million 850 ming so'mdan bundaqangi narx-navoda yaqin oylar ichida desam bo'ladi. Bundaqa narx-navoda, bundaqangi sassendagi mollarni narx-navosini qo'yib berganimiz yo'q. Sababi yengilroq narx-navoda keldi. Maqsad sotish. Hammasi sog'lom, yemga tashlashga tayyor. Yoshlariga keladigan bo'lsak, bu novvoslarimiz yoshlari 1,5 yashar atrofidagi novvoslarimizda ichida tish buzgani ham, tish buzmagani ham bor. Aralashiga 1,5 yashar atrofidagi novvoslarimizdan o'rtacha 1,5 yashar. 1 yasharligi sanoqli. Eng yosh kattasi shu 2 yashar, 2 yashardan o'tgan novvoslarimizdan bor. Hurmatli aka-ukalar, menimcha narx-navolari juda ham ma'qul bo'ldi. Yana kelganda bir qator ko'rib olaverasizlar. Deyarli aksariyati qora to'n, hammasi yemga tashlashga tayyor, juda ham yo'g'on sassendagi mollar. Manzilimiz yana qaytarib o'taman, Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Eng arzon narx-navosi 13 million 300, eng baland narx-navosi bir dona bor 16 million so'm. Qolganini o'shani 16 milliondan tashqari 14,5 million so'mdan tanlab olaverasizlar. Xudo xolasa yemga tashlashga tayyor 23 bosh. Dastavkalari alohida summa bo'ladi, kelasizlar. Dastavkalarning yengilroq variantiga gaplashib beraman. Faqat alohida summa bo'ladi. Menimcha juda ham sifatli, yo'g'on mollardan keldi xudo xolasa. Hurmatli aka-ukalar, mana shu novvoslarimiz savdogar akalarimizdan foydalanishga ishlasalaringiz ham bo'ladi. Kelasizlar, aybi bo'lib turib, kasali, defekti bori, narx-navosiga aloqasi yo'q qolaveradi. Mana shu molingiz mana shu yerda aybi bor ekan deydigan bo'lsangiz, narx-navosiga umuman aloqasi yo'q qoladi faqat. Agar aybi bo'lmasdan turib bitta, ikkitasi, uchtasi, to'rttasi qoladi deydigan bo'lsalaringiz, narx-navosi to'g'ri o'zgarib qoladi. Menimcha juda ham chiroyli, zo'r variantdagi novvoslarimizga kelgan hurmatli aka-ukalar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahri. Bunaqa narx-navodagi mollarni faqat nomerlarimizni qoldiraman. Mana shu nomerdan topasizlar. 99 490 3344. Savdogar akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Olib borib foydalanishga ishlasalaringiz ham bo'ladigan narx-navodagi mollarimizga kelgan. 13 million 850 ming so'mdan bir joyga bo'lsa faqat shunaqa narx-navoda.